Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا طلاب العزيز؟ كلنا بخير. ما هو تاريخ اليوم؟ تاريخ اليوم 17 من مارس. أيضا رمضان. رمضان. اليوم الدرسنا صيغة فعل. Bugun sizlar bilan fe'lni siyg'asini o'tamiz. Oldingi darsimizda arab tilida 6 ta fe'l siyg'asidan 3 tasini o'tgan edik. Birinchi siyg'amiz nima edi? Mozi. Ikkinchi siyg'amiz nima edi? Muzori. Uchinchi siyg'amiz nima edi? Amr. Mozi siyg'asini yodlab keldingizmi? Aytib bera olasizmi? Ayting. فعل bajardi bir kishi, faala bajardi ikki kishi, faalu bajardi 3 kishi, faalat bajardi bir ayol, faalata bajardi 2 ayol, faalna bajardi 3 ayol. Xo'p, Muslima, siz mozi siyg'asidan siyg'alab bering, yodlab keldingizmi? فعل فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلت فعلتما فعلتم فعلتي فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. Fa'alta qaysi siyg'ani bildiradi? Fa'alta qilding sen bir kishi. Biz qildik desa, Fa'alna. Biz qildik, fa'alna bo'ladi. Fa'alna bo'ladi. Shuni yozib ham bera olasizmi? Albatta. Hadi marhamat. Fa'alna bu o'tgan zamonda biz bajardik ma'nosini bildiradi. Endi Muslima, siz sen bir ayol bajarding siyg'asini arabchasiga yozib berasiz. Sen bir ayol fa'alti bo'ladi. Sen bir ayol bajarding, fa'alti bo'ladi. Barakalloh, mashallah. Endi bolalar, yangi mavzuga o'tamiz. Bugun fe'lni qolgan 4-chi, 5-chi, 6-chi qismlarini o'tamiz. 4-chi qismimiz, doskaga ham qaraymiz. Demak, 4-chi qismimiz fe'limizni bu bo'liksiz fe'llar hisobiga kiradi. Xo'p, ulardan 4-chisi fe'li jahl. Fe'li jahl o'tgan zamonda bo'lmagan ishni anglatadi. Fa'ala o'tgan zamonda bajardi, bir erkak edi. Shuni teskarisi o'zbek tilida bajarmadi bo'ladi. Arab tilida esa fa'ala lam yaf'al bo'ladi. Mana doska monitorga buni chiqarib qo'yamiz. Lam yaf'al. Demak, fa'ala bajardi bir kishi, lam yaf'al bajarmadi o'sha bir kishi bo'ladi. Demak, bugun sizlar biz fe'lni 6 zamonni to'liq o'rganib chiqdik. Endi buni yanada mustahkamlash uchun har bir talaba o'zini daftariga men bergan misolni ishlab bersa, yana o'sha mustahkam bo'ladi. Demak, har bir kishi yozadi. U 3 ayol bajardi siyg'asini har biringiz daftaringizga yozib bering. Hamma yozib bo'ldi, mustaqil o'zi. Qani tekshirib chiqamiz. Umidaxon, siz nima yozdingiz? Bajarmadi bir kishini yozdim. Arab tilida lam yaf'al bo'ladi. Nafisa, siz nima yozdingiz arab Uch tilida? erkak bajardingiz, arab tilida fa'altum bo'ladi. Xo'p, Ravshanjon, siz nima yozdingiz? U 3 ayol bajardi, arab tilida fa'alna bo'ladi. Rahmat, yaxshi. Xo'p, o'quvchilar, endi ekran bilan ishlashga o'tamiz. O'tilgan mavzularimizdan ekranda bir lug'at yozuv paydo bo'ladi. O'shani arabchasini o'qib, o'zbek tiliga tarjima qilib berasizlar. Ana birinchi bo'lib Muslimadan so'raysiz. Muslima, ekranga diqqat bilan qaraysiz. Ushbu so'zni o'qib, tarjimasini bizga aytib berasiz. Liyaf'alna qilsinlar, ular 3 ta ayollar. Juda ham to'g'ri. Keyingi lug'atimizga kim javob beradi? Shohjahon. Diqqat bilan doskaga qaraysiz va quyidagi so'zni o'qib tarjima qilasiz. Fa'altunna bu bajardinglar 3 ayollar bo'ladi.
Kim javob beradi? Demak, Muslima javob berar ekanlar. Ekranga diqqat qaratasiz va quyidagi so'zni o'qib, tarjima qilib berasiz. Bu ekrandagi so'z linaf'al, uning o'zbek tilida ma'nosi bajaraylik, 3 erkak ayol. Rahmat, yaxshi. To'g'ri. Xo'p, aziz o'quvchilarim, fe'lni 6 ta zamonini har biri 14 ta siyg'ada ekanligini sizlarga o'tib berdim. Umid qilamanki, sizlar buni yaxshi tushundingiz va yana buni uyga borib yaxshilab takrorlab, keyingi darsda yodaki aytib berishga harakat qilasizlar. Shuning bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Ma'assalama.